Men hozir bo'lganda aytib bereyim. Aytib ber. Bu yerda keyingi kishilar janga chiqib biz murda voqealarni bilmaydi ekan. Hozir bu informatsiya bayagı 2003-yıl seçim çıqqan, 2005-yılı Bishkek'e 100 gektar qo'torib ketgan degan informatsiyada. Ana keyin ani qo'torib ketgandan keyin janaga 100 gektarda bizga o'tirgandan keyin nakladlar boshlanadi-da. O'sha masalani chechish uchun biz yanvarda so'qilgan gos strukturalarni cho'g'ib o'sha yoqqa chiqamiz. Ana o'sha yoqdan so'zlar bo'lgan, buni barib shashpay o'qib beraman ba'zan. O'sha yerda degan biz janaga zam aytayotgan Arqarning yerin bizning Turkiya bilan almashib turib o'sha yerda transformatsiya qilamiz degan so'z. To'xtag'imiz. O'shanda bu yer 3,2. Ko'rinadi-da. 3,2ning 100 gektar mo'l 83 gektar mo'l. Mo'l Bishkekka ketgandan keyin 100 gektar ketgandan keyin 83 ga bunday tushdi-da. Naklad ko'radi. Shuni qayra boshqa yerga o'tirishmaycha naklad ko'rib turaveradi bu. O'shani chechamiz deb biz bu yoqda o'zimiz fuqiyas yerlarimiz bor. Bizning aeroportning yerlari. Biz bular bu yoqqa nakladdan bu mo'llarni transformatsiyaga o'tirgizal desak, bular ayollar argasida chasiranda tushib qolgandan ana bu yoqqa degan neudobno chiqqanidagi-chi. Deb turgan mo'llarda degan Arqarning yeri bor mo'llarda. Arqarning yeri mo'ljeri 120 gektardan oshiq yeri bor ekan. Bizning fuqiyasning yeri 95 gektar ekan. Ana mo'llarda bunaki mo'llardan mumkin o'qilatdir. Arqarga biz 95 gektar yerga bilan bizning fuqiyaslar bilan yeringizni almashadi deb qachasamiz. Qachasgan Arqar video bergan. Almashgan ma'qulmiz. Bo'lganda o'zimiz turida bizning dokument yoza qilib, ana keyin biz bardan mizon chegini almashamiz deb ko'rishgan. Endi biz shunday sunishlarimiz bilan burun hokimga qayrilamiz. Burun hokim bo'lsa ma'qul bo'lib turib, oblastga cheyin hukumatga cheyin borib kelgan. Ana keyin ele shunday ish yaxshilarga ketib boradi, ana rotatsiya bo'lib ketdi hokim. Hokim ketib qoldi. Boshqa hokim ketdi. Aeroportda almashib ketdi. Bu yerdan mo'ljarga qatnashib yurgan kishilar ana komit yaxshi biladi. Ana biz bo'lsa qoldik qayerda. Ana qayerda o'sha ishni boshlatamiz. Boshlaganda o'tganda shunday ishlar bo'layotganini men ko'rgan emasman, men birinchi yo'l o'qishim deb maqsadda aytdim. O'sha tushunib berganlar men birinchi yo'l ko'rishim degan. Keyin biz maqsadga tushuntirib berdik. Ana tushuntirib bersak, maqsadga biz bu transformatsiya qilarning oldinda janagidagi turib sort qo'yildi sizlar. Bo'lishtirib gruppa qilib. Ana keyin taxta olib turib, ana o'shaga yarasha ish qiladi dedi. Biz ana taxtaga degan ko'p aylar.